Bugun sizlarga buvijonim bilan birga o'sha mashhur sizlar so'ragan olmaqand uchun kerakli masalliqlarni olishga bozorga keldik. Chunki o'tgan safar qilgan videoyimizda olmaqandni retseptini yolg'on aytyapsiz, menda o'xshamadi degan gaplar bilan negativlar ham bo'ldi. To'g'ri tushunishingiz kerakki, bu retsept har doim hammada ham o'xshab chiqmaydi. Olmaqandimizga eng kerakli bo'ladigan shunaqa qizil rangni to'rt masalliqlari sotiladigan joylardan topsangiz bo'ladi. Keyin bo'lsa bizga shunaqa shipashkalar kerak bo'ladi. Sizlar uchun yana bir bor harakat qilyapti. Shuncha harakatlarimiz uchun bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yana bir eng kerakli masallig'imiz bu ekan. Olmaqandlarimiz uchun mana bu olmalar zo'r chiqadi. Hafsalagan. Imkon qadar buvijonim ko'rsatgan olmadan olishga harakat qiling. Shu bahonada uyga kerakli narsalarni ham oldik. Shu aksiyadagi mo'ykazandan ishlatib ko'rganimiz videosi profilda. Bu orada telpagimga 3-4 ta opaxonlar ishqiboz bo'lib, qatdan olganimga rosa qiziqishdi. Bu ajib bosh kiyim men uchun hadya. Sizga ham olmaqand retsepti qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling. Profilimda buvijonim bilan qilgan zo'r videolarimiz bor. Kirib ko'rsangiz o'zingiz guvoh bo'lasiz.